Ko'pchilik loyiha qildirayotganda bitta narsaga e'tibor berishni men xohlagan bo'lardim. Bu albatta hammaga life hack sifatida emas, lekin o'rinli ma'lumot sifatida. Mana buni ko'ryapsizlar. Bu santexnikaning shaxtasi, ya'ni issiq suvniki, sovuq suvniki, teplый pollarni hamma trubalari mana shaxtadan o'tib keladi. Men har doim menga loyiha beriladimi yoki loyihani men o'zim qilamanmi, men shu narsani ko'zda tutib o'tib ketaman. Bu shaxtani men albatta qoldirib ketaman. Ko'pchilik 60-70% quruvchilarda imoratni mana shunaqa shaxtasi qurishadi, keyin buni uyga egasi qiynaladi. Sababi elektrik keladi, gaz o'tkazgani keladi, asosan santexnik kelganda mana shu har bitta betonni teshish kerak bo'ladi. Hozirgi kunda bitta almazlikda teshishi narxi 250 mingdan 300 minggacha bo'lyapti, ya'ni devorlar qalinligiga qarab. Endi mana shu imoratimizning o'zida bunaqa teshuvdan 20 ta bor. Men mana shu hamma narsani uchitib qilib ketaman, albatta nazariga olib ketaman va hamma obyektlarimni qurayotganimda aynan mana shunaqa shaxtalarni o'zim qurilish jarayonida qo'yib o'rnatib ketamiz. Mana shuni esdan chiqarmanglar va loyiha qilayotganda loyihachidan, qurayotganda quruvchidan, ya'ni prorabdan обязательно shu narsani talab qilib olinglar. Chunki sizlar bunga ham pul to'layapsizlar. Buni qildirmasanglar ertaga ortiqcha rasxod cho'nchigilardan ketaveradi. Salomat bo'linglar.